Xodimga nisbatan intizomiy jazo chorasini qo'llashdan oldin O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 313-moddasiga muvofiq ish beruvchi tomonidan yozma tushuntirish xati talab qilinishi lozimligi belgilangan. Ko'pincha hollarda xodim intizomiy qilmish sodir etmasa ham ish beruvchilar tomonidan intizomiy jazo chorasini qo'llash holatlari uchrab turadi. Bunday holatda xodimlar yozma tushuntirish xati yozishdan bosh tortadi va bu holatda yuridik sifatida xodimlarga yozma tushuntirish xati yozishdan bosh tortishdan o'rniga yozish lozimligini maslahat beraman. Nega? Chunki siz yozma tushuntirish xati yozishdan bosh tortsangiz, ish beruvchi hozir bo'lgan guvohlar ishtirokida siz haqiqatan tushuntirish xati yozishdan bosh tortganligingizni belgilovchi dalolatnoma tuzadi va shu asos bilan sizga nisbatan intizomiy jazo chorasini qo'llaydi. Agar siz yozma tushuntirish xatida de facto qanday holat sodir bo'lganligini, intizomiy qilmish sizga bog'liq bo'lmagan holatga yo bo'lmasa sizni lavozim yo'riqnomangizga tegishli bo'lmagan majburiyat yuzasidan sodir bo'lganligingizni yozsangiz va shu holatda ham ish beruvchi sizga nisbatan intizomiy jazo chorasini qo'llagan taqdirda, agar siz tegishli sudga murojaat qilsangiz, sud sizga nisbatan belgilangan intizomiy jazoni bekor qiladi hamda agar siz bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan bo'lsa, sizni qayta ishga tiklashi mumkin. Ya'ni sizni tushuntirish xatingizni inobatga olgan holda. Shunday ekan, tushuntirish xati yozishdan aslo bosh tortmang agar aybingiz bo'lmasa va ushbu videoni hamkasblarga va tanish do'stlaringizga yuborib qo'ying.